Shunday maktablar borki, bu yerga bolalar xususiy samolyotda keladi va darsdan keyin esa golf o'ynashadi. Dunyodagi eng qimmat maktablar ro'yxatimizda 3-o'rinda Shveysariyada joylashgan Institut Lerossi. Ta'lim narxiligiga $140,000. U yerda o'qiganlar keyinchalik dunyo rahbarlari, yirik moliyachilar yoki kuchli biznesmenlar bo'lib chiqadi. 2-o'rinda esa College Alpine International Bossoli. Joylashuvi vashshe zo'r. Lazanna yaqinidagi Alp tog'larida joylashgan. Ta'lim narxiligiga $140,000 dan $150,000gacha. U maktab tugatganlar odatda Oxford, Stanford, Harvard universitetlariga kirib o'qishadi. Dunyoda birinchi o'rinda turadigani Auf dem Rosenberg. Eng innovatsion ta'lim tizimlari o'sha yerda. Joylashuvi Shveysariyada. NASA, Tesla, Apple texnologiyalari real sinfxonalarda ko'rsatib beriladi. Har bir bolaga life coach, ya'ni hayot murabbiyi beriladi. Meni eng qiziqtirgan narsa bu yerda Bentley, Ferrari, Mercedes kompaniyalari, shunga o'xshash top karlar dizaynerlari bu yerda dars beradi. Bu yerda farzandingizni o'qitish uchun yiliga $200,000 to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu uchalasi ham Shveysariyada joylashgan. Siz farzandingizni bu yerda yiliga $200,000 to'lab o'qitgan bo'larmidingiz?